Boshladik, qarang. Mana misol. Yana nimadir qolib ketibdi-da. Mana bunisi qolib ketdi menimcha. Ana shu qolib ketgan misolda. 60 mi? 60 mi? Qancha qoldi 60 bo'lsa? 120. 120 qancha bo'ladi? 60. Mana bu 60 bo'ladimi? Bu ham qancha bo'ladi? 110 yozilgan-ku. Hammasi 110. Mana bu qancha bo'lar ekan? 50. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Mana uch burchakni burchaklari 60 ko'ryapsizmi? 3 ta burchagi 60 mi? Uchala burchagi teng. Muntazam uch burchak deyiladi. Teng tomonli uch burchak bo'lib qoladi. 3 ta burchagi teng bo'lsa, 3 ta tomoni ham teng bo'ladi. 3 ta burchagi teng bo'lsa, 3 ta tomoni ham. Ya'ni biz mana bu tomonga ham mana bu chiziqni qo'ysak bo'ladi, chunki 3 ta tomoni ham teng deyapmiz, ha? 50 gradus qoldimi? Bu ikkovi tengmi? 50 bor. 130 qoladi. 65. Alfamiz qancha bo'lar ekan? 65. Mana misolga qarang. Juda ham chiroyli misol. Xo'sh. Demak, qanday qilamiz? Bu 80. Bu yoq qancha bo'ladi? 100. 100 bilan 60. 160. Mana qancha bo'lar ekan? 20. Tushunarli, 20 bo'lsa. 20 bo'ladigan bo'lsa teng yollaymi? Qancha qolib ketdi? 160 qolib ketdi. 160 qolib ketgan bo'lsa bu 80. Bu ham qancha bo'ladi? 80. Endi bizga mana bu bilan buni qo'ysak 80 ni berish kerak. Ikkita ichki uchinchisini tashqisini ber. Alfamiz qancha bo'lar ekan? Xo'sh, demak mana misolimizga qaraymiz. Juda ham yaxshi savollardan biri. 70. Uchovi 180 bo'lish kerak, bilasizmi? 70, 140. Mana qancha bo'ladi? 40. Bu 40 bo'lsa bu ham 40. Ikkita ichki uchinchisini tashqisini berish kerak. Alfa 80. Shuni. Mana bu misol, yaxshi misol. Mana u tengmi? Mana ular tengmi? Alfa qo'ysam bo'ladimi? Bo'lmaymi? Bu teng bo'lgani uchun alfa qo'ydimmi? Bu alfa bo'lsa, qarang. Bizda ikkita ichki, uchinchisini tashqisini beradi. Mana burchakka alfa qo'shilgan 30 desam bo'ladimi? Mana bu ikkovi teng bo'lgani uchun mana bunga ham alfa qo'shilgan 30 deyman. Tushunarlimi? Katta uch burchakni bir burchak. Mayli, mana shu uch burchakning burchaklari yig'indisini olsak ham bo'ladi, mana shuni. Alfa, 3 ta alfa bo'ladimi? Plus 60 teng 180. 3 ta alfa teng 120, alfani topsa bo'ladi. Mana misol, yaxshi misol. Bu A bo'lsa, bu ham A'mi? Bu B bo'lsa, bu ham B. Ikkita ichki uchinchisini tashqisini beradi, bu ikkita A'mi? Buchi? Bizada ikkita A bilan ikkita B. Bu 40-ku. 140 degan ham tushundinglarmi? A bilan B qancha bo'ladi? A bilan B 70. Bizada savol BAC ni top deyapti. BAC. Mana burchakni top deyapti-da. Bu burchak AB 40 degani. AB 40 degani. AB qancha edi? 70. Yana 40 bilan qancha bo'lar ekan? 110 bo'lar ekan.